Miyaga ma'lumotlarni asosan ko'z beradi-da, zrenangiz past bo'lsa, siz atrofdan boshqacha ma'lumot qabul qilar ekansiz-da. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyatidan Ko'z nuri klinikasiga tashrif buyurdim. Ko'zimda xiralik bor edi, -4 edi. Ko'z nuri klinikasiga shu doktor Hikmatullo doktorda tavsiya qilgandi. Qarindoshimizdan eshitib kelgandim. Haqiqatan ham doktor juda yaxshi inson ekan. Ko'zimdagi minuslarni lazerli korreksiya amaliyoti bilan ko'zimdagi minuslarni oldirdim. Hozirda yaxshi. Uzoqni yaxshi ko'ra olmasdim. Men ochki taqishga uyalardim. Qo'shnilardan даже uzoqdan bo'lsa yuzini tanimasdim-da. Miyaga ma'lumotlarni asosan ko'z beradi-da, zrenangiz past bo'lsa, siz atrofdan boshqacha ma'lumot qabul qilar ekansiz-da. Hozir operatsiya qildirganman, ko'rishim juda ham hozir yaxshi bo'lgan. Yozuvlarni uzoqda yaxshi ko'raman. Xursandman. Bunaqangi darajada bo'ladi deb ham o'ylamagandim-da. Shunchalik men qiynalib yurgan ekanman, o'zimni qiynab yurgan ekanman.